Assalomu alaykum do'stlar. Abror domlani Xayrulla aka haqida gapirgan gaplari, ba'zi so'zlarini xatoroq ketgan degan gaplari to'g'ri. Chunki to'g'ri, Xayrulla aka ko'p kitob o'qigan, dunyoviy kitoblardan. Lekin allomalar, buyuk shaxslar haqida, ularni gapirgan gaplari haqida, ularni qilgan ishlari haqida juda ehtiyot bo'lish kerakda. Misol uchun bizga Xayrulla akadek ko'p kitob o'qigan ilmli odam bo'lsa, borsa uzoq bilan o'qituvchi bo'ladi, to'g'ri? Maktabda o'qituvchi. Bizga misol uchun mana shu maktab davrida dilbayori dasbakor degan so'zni diling uyingdagi yorda dasbakor, u qo'ling mehnatda bo'lishi kerak deb tushuntirganda bizga. Lekin aslida boshqacha-ku, to'g'rimi? Diniy ilm bo'lmasa bunaqa narsalarni tushunmaydi-da. To'g'ri, million kitob o'qigani bilan, lekin mana bu G'azzoliy haqida, mana Ibn Sinoni va 3 toifa odamga sharob ichish mumkin qilingan unaqa narsalar haqida o'zi aqlli odam tushunib oladi bu narsa. Men o'sha joyda shu yerda xato ketdi-yu deb qo'ydim, lekin uni xatoligini aytish uchun ham bizlarga ilm yetarli emas-da. Xatoligini aytish uchun ham ilm kerak bunga. Domlalarda unaqa ilm bor, ular aytadi. Ular o'sha aytganini darrov tanqidga olmasdan to'g'ri tushunib uni to'g'ri qabul qilish kerak-da. Naborat rahmat aytish kerak u narsalarga. Chunki o'sha xato aytib qo'ygan narsalarni, o'sha narsalar yoshlar olib, o'sha xato ilmni oladidagi keyin ilmi xato bo'lib ketadi. Shuning uchun to'g'ri kelganda buyuk shaxslar haqida to'g'ri kelgan gapni gapirib yubormaslik kerak. Diniy ilm bilan ular hamma tomonlama ilm bilan gapirish kerak. Ko'pchilik bu domlaga qarshi fikr yuritdi. Abduqodir Husanovni nima qildinglar? Bunga ham endi tashlayapsizlarmi? Uni degan fikrni yurityapti. Lekin biz mana shu Abror domladek odamlar internetga kirib kelganiga, ba'zi diniy xato ketadigan narsalarni to'g'rilaganiga ota-onasiga ming rahmat aytishimiz kerak-da. Biz darrov uni gapirib chiqyapmiz. To'g'ri, bu Xayrulla akani ham ota-onasiga ming rahmat deymiz. To'g'ri, ancha kitob o'qigan odamlarni kitob o'qishga chaqiryapti. Lekin bu buyuk shaxslar haqida bunaqa gaplardan juda ehtiyot bo'lish kerak, do'stlar. Shuning uchun har xil Abror domlaga qarshi har xil gap so'zlar kerak emas. Biz o'zi xulosa chiqaradigan odam, aqli ilmi bo'lgan odam o'zi xulosa chiqarib olib, ajratib olaveradi. To'g'ri, lekin ming paxta qo'yish emas bu. Ming rahmat aytamiz mana shu domladek odamlar. Internetdagi o'zi asli bu mayda xato emas. Mayda xatodek ko'rinyapti. Asli mayda xato emas bu. Bular katta xatolar. O'shanday xatolarni to'g'rilab turuvchi domlalar borligiga, o'sha domlalarni dunyoga keltirgan ota-onasiga ming rahmat aytamiz. Alloh rozi bo'lsin ota-onasidan. Mana shunday domlalar o'zidan ham Alloh rozi bo'lsin deb aytdim. Sog'lik, salomatlik do'stlar. Allohga omonat.